nima yo'li bor opa, nima yo'li bor? Bu tug'ishi kerak, bu yangi kelin tug'ishi kerak. Qanaqa yo'li bor opa? Bitta yo'li quloq solib, hamma narsani er-xotin birga qilish kerak. Ginekologik lecheniyalar hech qachon bitta o'zi davolanmaydi. Sizga ham tushuntirdim, xudozga ham tushuntirdim. Men o'zi sizlarni vaqtingizni 20 minut. Men shu qizga toki mana bugungacha bo'lgan vaqtiga почти 2-3 soatlar vaqt ajratdim. Tushuntirishim uchun, chunki bu qizni hayoti menga ham-da, keyin olib keldingiz. Mendan boshqa odamga olib borsangiz bo'ladigan, to'g'risi. Sizga yaxshi ham gapirib ko'rdim, qattiq ham gapirib ko'rdim, xudozga ham. Mana bugun olishim kerak edi, jo'natib ko'rsatib olishim kerak edi. Men olmayman, nima qilaman olib. Bu qiz oxiriga yetmayapti bu narsani. Bu kelib harakat qilgani bilan bu qani tuzalib qolmaydi. Bundoq qiziqib nima bor shuni organizmida pul to'lab kelyapsizlar. Budek hali organizmi zaharlanib ketdi, toksichniy antibiotiklar. Mana bugun men o'zim mana mikoplazma bilan ureplazmani olib tekshirib, lecheniyadan keyin jigariga o'sha gepatoprotektorlar homilaga tayyorlab kuzatib qo'yishim kerak. Yozmayman men, tushuninglar shu narsani opajon. O'qib chiqinglar, bilasizlar. Xo'p, buni qilib bilan bu prezervativga saqlanmasa, u davolanmasa, o'zimiz tushundik. O'qidingmi nimaligini? Meditsan. Nahotki qiziqmaysan, seni organizmingda bo'layotgan narsani, keraksiz narsalarga soatlab qidirib topib o'qib qarab chiqasan-ku. Siz mediksiz, o'zi